Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan qiziqarli o'yinlar o'ynashni boshlaymiz. Demak, 9 qatordan iborat bo'lgan kvadrat yasaymiz. Bularni buzib tashlaymiz. Lad o'yin boshlandi. Landi o'yin boshlandi. 9 qatorlik. Ha, o'sha 9 qator. Burchakmi? Kvadrat bo'lsin, kvadrat. Bu ham 9 ta bo'lishi kerak. Mana 9. 1 2 3 4 5 6 7 Mening yo'lbitim shunchaki karishmalish bo'ladiki, hattoki bu yo'lbitimga hech kim ishonmaydi. Karışmalish qilyapmanki, karishmalish. Mana. Demak, musulmon vaqt bo'ldi. Yasab sarvar murakkab qilib tashlab 9 tasini mana qilib ketdi. Demak, nima olasan? Demak, bolajonlar bilan nima qilamiz? Xayrlashamiz. Xayr bolajonlar.